Videoni o'tkazib yuborsangiz, yer yuzidagi eng sirli 5 joy qayerda ekanligini bila olmaysiz. 5. Bermuda uchburchagi. Har yili minglab samolyot va kemalar hech qanday sababsiz cho'kib ketadi. 4. Moai haykallari joylashgan Rapa Nui oroli. Ular nima maqsadda o'rnatilgan? Kim tomonidan bu ish qilingan? Hali hamon noma'lum. 3. Saudiya Arabistoni Taymo vodiysidagi An-Nasla toshi joylashgan joy. Bu tosh juda kichik tayanchlarga tayanib turadi. Ba'zilar uni havoda muallaq turadi ham deyshadi. Ikkinchi va birinchi o'rinlar eng sirli AQShga tegishli. Ikkinchi o'rinda O'lim vodiysi. Bu yerda shunchaki yerda turgan toshlar o'z-o'zidan sudraladi va nima uchun ular sudraladi, buni hech kim bilmaydi. Va nihoyat birinchi o'rin 51 hudud. Deyarli hech kim kira olmaydi. Kameralar mumkin emas, dronlar urib tushiriladi va ba'zi mish-mishlarga ko'ra o'zga sayyoraliklar ustida o'tkazilgan tadqiqotlar ham shu yerda bo'lgan emish. Bu qanchalik rost yoki yolg'on, afsuski buni bila olmaymiz. Eng foydali ma'lumotlar bizda, kanalga obuna bo'ling.